San'atning haqiqiy qiymati vaqt o'timi tövenlemeydi. Aksiçe xalq qalbidan o'rin olgan ijodkorlarning nomi avloddan avlodga miros bo'lib qoldi. Qozog'istonning xalq artisti Gulvira Raziyeva dal shundoq ma'naviy meroslarimizning biri. Almatidagi Cumhuriyetlik Dostluk uyida mashhur naqshchining tavalludiga bag'ishlangan tantanalik marosim bo'lib o'tdi. Kechga madaniyat arboblari, san'atkorlar, shogirdlari, dostları ve icadına muhabbet bağlanan tomoshabinlar qatnashdi. Gulvira adamiz haqiqatan yoshlar uchun cho'ng bir maktab, qandaq cho'ng yutuqlarga yetishga bo'ldi degan. Shu bu mavlama hammasi emgakning aqsi deb, birinchidan o'zining talant orqali, ikkinchidan emgak orqali yoshlama shundaq darajalarga yetishga bo'ldi deb o'ylayman. Gulvira Raziyeva ko'pligan 10 yil mobaynida Uyg'ur milliy san'atining taraqqiyotiga munosib tuhfa qo'shib kelmoqda. Uning ijro qilgan xalq naqshlari va zamonaviy asarlari milliy musiqamizning maylig'ini keng ommaga tanitdi. O'ziga xos ijro uslubi, sahnadagi maorati va san'atga bo'lgan sadoqati bilan u butkul Qozog'iston xalqining hurmatiga erishgan san'atkorlarga aylandi. Gulvira Raziyeva bizniki ulga tutarliq naqshlarimiz. Şu kişiler klasik naqshchilarimiz desek mi oldu? Hazırki yaşlarga itarim, şu kişilerdek naqshchilarga köprek qarab, muşlarga ülüşüp menişini sorattım. Sebebi bu kişidek naqsh etadigan naqshchilar burundan mı azdı, hem hazır mı sanağı. Tantanlik keş davamında san'atkorning ko'p yillik emgigi yuqori bağlanıp, onunla ilk dilekte bildirdi. Sahnede yanılgan naqshlar, tebrik sözleri ve şagirdlarının çıkışları merasimga alohida mazmun ve ruh bag'ishlandi. Gulvira adam Qozog'iston muzikasining taraqqiy etishiga, Qozog'iston muzikalik xazinasiga o'zining kuchini chiqargan artistlarning biri. Shuning uchun bu Gulvira adamning alohidligini nima jiqadan bilmaydi. Gulvira adam har turli millatning naqshini etib, Uyg'ur degan kim? Qayerda turdi? Uyg'urlarni Qozog'istonda Gulvira Raziyev orqali taniydi deb tushuntirib qo'yapti o'zimcha. Gulvira Raziyevaning tavalludi faqat bir san'atkorning shaxsiy marami emas, balki milliy madaniyatimizga, uning taraqqiyotiga hissa qo'shgan shaxslarga ko'rsatilgan cho'nqur hurmatning ifodasi bo'ldi. Men hech kimga qo'shilmadim, hech kimga даже hech qanday yordam beramadim. Mana kelganim mana bugun shundoq xalqning hurmatini ko'ryapman. Rahmat xalqimga. Aziz Sodiqov, Qadam TV telekanalining maxsus ko'rsatish.